Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Yevropa Parlamenti va Yevropa İttifaqıga a'zo ba'zi davlatlar parlamentlarining 67 davlat a'zosi ochiq xat e'lon qilib, Yevropa İttifaqı va uningga a'zo davlatlarning Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilishga chaqirgan. EUTV axborot to'rida e'lon qilingan ochiq xatda Yevropa Parlamenti va uningga a'zo davlatlarning Beijing qishliq olimpikidan burun bayonot e'lon qilib, Xitoy kishilik huquq vaziyatiga bo'lgan andishalarini ifodalashi va musobaqani siyosiy saviyada boykot qilishi kerakligi ta'kidlangan. Ochiq xatda aytilishicha, Xalqaro Olimpik komitetining qishliq olimpikni Xitoyga berishi bir xatolik bo'lib, Xitoy hukumati bundaq bir muhim faoliyatga sohibxonlik qilishga loyiq emas ekan. Ochiq xatda Xitoyning burunqi bergan va'dalariga amal qilmaganligi eskartilib, 2008-yili yozliq olimpik Beijingda o'tkazildi. Shu yillik olimpikni Xitoyga berish qarori Xitoy hukumatining ishg'oliyatdagi Tibet, Sharq Turkiston va Janubiy Mongoliyani o'z ichiga olgan Xitoydagi kishilik huquq va ijtimoiy sharoitni o'zgartirish va'dasini asos qilgan. Biroq bu va'dalarga amal qilinmadi yoki hurmat qilinmadi. Aksincha bu rayonlarning kishilik huquq vaziyati texmo yomonlashdi deyilgan. Ochiq xatda bo'libmi Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining texmo nacharlashganligi. Sharq Turkistonda 1.800.000 dan 3 milliongacha Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning qayta tarbiyalash lagerlarida xohlagancha qamilib, g'ayri-insoniy muomala va siyosiy ming yuyishga tutilganligi ta'kidlangan. Ochiq xatda ko'rsatishi bu taraqqiyot shaxsining izzat hurmatini qo'g'dashni olimpikning asosiy talabi qilgan olimpik axloqiy o'lchami va shundaqli olimpik nizomiga zid ekan. Ochiq xatda mundaq deyilgan: Yevropa Parlamentining bu yil 7-oyda ma'qullagan qarorida ifodalangandek, biz Yevropa İttifaqı va uningga a'zo davlatlarni Xitoy hukumati Hong Kong, Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya, Makao va boshqa joylardagi kishilik huquq vaziyatini haqiqiy ravishda yaxshilaganligini namoyon qilmoqcha, xuddi Avstraliya, Kanada, Angliya, Amerikani o'z ichiga olgan bir qism davlatlar qilgandek musobaqani diplomatik boykot qilishga chaqiramiz. Mazkur ochiq xat Beijing qishliq olimpikiga 2 haftadan oz vaqt qolgan. Shundaqli Fransiya, Germaniyani o'z ichiga olgan Yevropa İttifaqidagi nurg'un davlatlar Beijing olimpikini boykot qilish qilmaslikni oshkora e'lon qilmagan xalqiliq bir paytda e'lon qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida, yuqorqi ochiq xatni e'lon qilgan Yevropa Parlamentining 67 nafar a'zosining bu jasur insoniy harakatiga alohida rahmat etish bilan birga, Yevropa birligining va bu birlikka a'zo ko'plagan davlatlarning 2022-yillik Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilish masalasida ikkilanish ichida turayotganligini tanqidladi. Yevropa birligiga a'zo Gollandiya, Belgiya, Fransiya, Chexiya va Litva qatorliq 5 davlatning Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilganligini xotirlatib o'tgan Dolqun Aysa apandim, Yevropa birligiga a'zo boshqa davlatlarning bu 5 davlatdan o'lga ilib Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini qabul qilishini, shundaqli Yevropa birligining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qaratgan jazo va embargo tadbirlarini yanada oshirishini umid qiladiganligini ifoda qildi. Kanadadagi Xalqaro kishilik huquq va bexatarlik munbir nomli oqillar markazining yaqinda e'lon qilgan dokladida Pokistonning Uyg'urlarni bostirishda Xitoyga yordam qilayotganligi, Pokiston davlat xavfsizligi kuchlarining 2014-yilgacha taxminan 60 nafar Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berganligi bayon qilingan. Mazkur oqillar markazining 21-yanvar e'lon qilgan bu vaqtdagi dokladida ko'rsatishicha, Pokistonning 2010-yili terrorlik bilan hech qanday aloqasi bo'lmasa-mu, biroq uning Balochiston o'lkasidan Xitoyga qaytarib bergan 5 nafar begunoh Uyg'ur shularning tipik misollarining biri ekan. Dokladda Pokistonning Uyg'urlarni bostirishda Xitoy bilan bo'lgan hamkorligi 1990-yillarning boshlaridan boshlanganligi, Pokiston Xitoyga qaytarib bergan 14 nafar Uyg'ur talibni Xitoy amonlik kuchlarining chegirdali etib tashlaganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, 2009-yili yuz bergan 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin nurg'un Uyg'urlar Pokiston orqali Turkiyaga qochgan bo'lib, Pokiston doiralari bu Uyg'urlarni tutib Xitoyga qaytarib bergan ekan. Doklad yana 2017-yildan boshlab Pokiston fuqarolari bilan to'y qilgan Uyg'ur ayollarining Xitoyning nishoniga aylanganligi, ularning tutqun qilinib oilalarining pochlanganligi, Iskandar Hayot, G'ulam Durani qatorliq pokistonliklarning ayollaridan ayrilganligi, G'ulam Duranining ayolining 2017-yildan beri lagerda ishganligi, Iskandar Hayotning onasini izlab Sharq Turkistonga ketgan o'g'lining 2 yildan beri izdirikini olmaganligi ta'kidlangan. Dokladda aytilishicha, Pokiston boshqa davlatlarni, bo'libmi g'arb allarini musulmonlarni kamsitish yoki ta'qib qilish bilan tanqidlashda hech ikkilanmasa-mu, biroq Uyg'urlarni dafsanda qilishda o'zini bu mas'uliyatdan xoli qilib ko'rsatmoqda ekan. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilan Londonda qurilgan Uyghur Sud kollegiyasının isbot anglash yig'inida guvohlik bergan 12 nafar jasur lager shohidimiz
Uyghur sud kollegiyasining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqarishida halqalik rol o'ynagan. Sotning hukmnomasidami lager shohidlarining guvohliklari tafsiliy o'rin olgan edi. Bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyi Mehrgul Tursun, Ömer Bakali, Gulbahor Xotivachi, Tursunay Ziyoudin, Zumrat Davud, Qalbunur Sidiq, Gulbahor Jilolova, Sayragul Savudbay, Gulzira Oyilxon, O'ryanbek Ko'ksabek, Arbaq O'tarbay, Baqitali Nur qatorliq 12 nafar jasur lager shohidlarimizning surati tushirilgan maxsus album e'lon qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining shuncha qattiq tahdid, besim va haqoratlarga pisat qilmay mardonalik bilan o'ttirg'i chiqib sotda, parlamentlarda va turli matbuotlarda guvohliklar berish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni bo'lib Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarining fashistik mohiyatini xalqaro jamoatchilikka fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelgan lager shohidlarimizga bo'lgan hurmatini qayta ifoda qildi. Yaqinqi mezgillardan buyon ba'zi kishilarning lager shohidlarimizga hujum qilishi chet ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qattiq nafratini qo'zg'agan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq muavin raisi va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zosi Ilhom Mahmud afandimning 21 yanvar kunidan e'tiboran Yaponiyaning Saga va Kumamoto o'lkalarida boshlatgan bir haftalik doklad berish va ko'rgazma o'tkazish faoliyati davom qilmoqda. 21 yanvar kuni Tokiodan 1300 kilometr yiroqlikdagi Saga shahriga yetib kelgan Ilhom Mahmud afandim oldi bilan Saga universitetining taklifiga asosan Saga universitetida mazkur universitetning o'quvchilariga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida tafsiliy doklad berish bilan birga yaponiyalik o'quvchilarni Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan jinoiy qilmishlarini Yaponiya xalqiga fosh qilish va 2022-yillik Beijing Olimpikini boykot qilish harakatiga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Shu kuni tushdan keyin Ilhom Mahmud afandim Saga o'lkalik parlamentning o'rinlashtirish bilan Saga shahridagi bir zalda yana yuqorqi mazmunda doklad berishni davomlashtirdi. Doklad berish yig'iniga Yaponiya iqtisod va ishlab chiqarish ministrligining bosh kotibi va parlament a'zosi Iwata Kazukishka, shundaqla Saga o'lkalik parlamentning raisi Taki Ijiro Fujiki, Saga shaharlik parlamentning raisi Masayuki Susumi qatorliqlardan bo'lib, ko'p sonda yuqori darajalik arbob qatnashdi. Parlament a'zolari doklad berish yig'inining oxirida qilgan so'zlarida Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulmlarni Saga o'lkasidagi xalqlarga yanada o'limli holda anglitishga g'ayrat qiladiganliklarini ifoda qilish bilan birga Ilhom Mahmud afandimni fevral oyida Saga parlamentida Uyg'ur masalasi haqida qayta doklad berishga taklif qildi. Saga o'lkasidagi faoliyatlarini oxirlashtirib 23 yanvar kuni Kumamoto o'lkasiga yetib kelgan Ilhom Mahmud afandim Kumamoto shaharlik madaniyat markazida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tasvirlangan maxsus rasm ko'rgazmasi uyushtirdi. Mazkur ko'rgazma bir hafta davom qiladi. 24 yanvar kuni Ilhom Mahmud afandiyani Yaponiya Erkin Demokratlar partiyasining taklifiga asosan mazkur partiyaning Kumamoto shahridagi markazida bu partiyadan Kumamoto o'lkalik parlamentga saylab chiqilgan 40 nafardan ortiq parlament a'zosiga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida doklad berish bilan birga parlament a'zolaridan Yaponiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ayblangan maxsus qarorning chiqarilishi uchun kuch chiqarishni talab qildi. 2022-yillik Beijing qishliq olimpiki yaqinlab kelayotgan bir paytda chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimi Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilayli degan o'rtoq shior ostida ilib berayotgan norozilik harakatlarini uzluksiz oshirib kelmoqda. 23 yanvar yakshanba kuni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bilan Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyatining birlikda uyushtirishi bilan Istanbuldagi Bakurköy olimpik xizmat binosi oldida yuzlarcha Uyg'ur jamoati jam bo'ldi. Ular Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qarshi norozilik namoyishi va axborot e'lon qilish faoliyati ilib bordi. Namoyishchilar Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini shu orada fosh qildi va Turk xalqini 2 oyning 4-kuni Beijingda o'tkazilish oldida turgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qildi. Namoyishchilar qo'llarida oy yulduzli ko'k bayroqlarni ko'targan holda Xitoy jazo lagerlarini taqsin, Turkiya qarindoshlariga ega chiqsin, Beijing olimpikini boykot qilayli degandek shuarlarni to'ladi. Namoyish jarayonida Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyatining raisi Tahir Ko'kbayroq Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik ilib berayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan buyon rayonda osmolatsiya siyosati yurgizayotdi va irqiy qirg'inchilik ilib berayotdi. Xitoyning bu qilmishlari xalqaroda ma'lum nisbatda qarshilikka uchradi. Bu haqda Amerika va Yevropa ellaridan tarkib topgan 43 davlat BDT'da Xitoyni aybladi. Tahir Ko'kbayroq Xitoyning bu siyosatining oldini to'sish uchun 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishni ta'kidladi. U mundaq dedi:
Kishilik huquq va tinchlikqa o'xshash dunyoviy qimmat qarashlarning simvoli bo'lgan olimpik musobaqalarining kishilik huquqni butunlay dafsanda qilayotgan, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyda o'tkazilishi olimpikning asosiy prinsiplariga xilofdir. Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yaponiya qatorliq davlatlar Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni e'lon qilishi vaziyatning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatib beradi. Biroq musulmon davlatlar Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarata sukutda turishi biz Sharqi Turkiston tashkilotlarini va xalq ommasini ichindiradi va cho'nqur qayg'uga soladi. Tahir Gökbayrak Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va dunyo jamoatini harakatga o'tishga chaqiriq qilib mundoq dedi. Biz xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi va butun a'zo tashkilotlar nomidan bu qitimliq olimpik musobaqasining zolim Xitoyning poytaxti Beijingda o'tkazilishidan andisha va qayg'ulanayotganligimizni ifodalaymiz. Shu sababdan dunyodagi vijdoni bor tantarbiyachilarni, Turkiya qatorliq butkul islom allarini bu qitimliq Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qilamiz. Onundan boshqa yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Islom hamkorlik tashkiloti, Turk davlatlari birligi tashkiloti qatorliq xalqaro tashkilotlar va organlarni Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatish uchun darhol harakatga o'tishga chaqiramiz. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.